Uzun HTML dersligi 39 qism HTML5dagi so'rab yetkash. So'rab yetkash drag va dropni o'z ichiga olgan bo'lib, HTML5 o'lchimining tarkibiy qismi hisoblanadi. So'rab yetkash ko'p qo'llanilgan alaylik bo'lib, bir elementni mouse orqali tutib turib so'rab yetkashni ko'rsatadi. So'rab yetkash obyekti har qanday bir element bo'laveradi. Biz bu uqumni tushunish uchun tövəndəki əmli misal qaraydigan bo'lsak, Mesela bu misalda rəsmni ramkaning ichiga bunda so'rab yetkazishga bo'ladi. Va yoki ikkinchi misol qaraydigan bo'lsak, avval bu meningki asli kodini ko'rsak, demak buningda bu CSS kod orqali bu yerda ramkaga aniqlik berib o'tgandan keyin, bu yerda bu drop orqali funksiya bilan drop va drag ikki element orqali buning aniqlik bergan. Andan keyin biz bu div orqali bu yerda allow drop event, andan keyin drop event deb bu yerda buning qarta ustidagi ish harakatining keyin bu yerda yurgizilganligiga aniqlik berdik. Demak, mushkul unumga erishdik. Ikkinchi misol qaraydigan bo'lsak, Mesela bu misalda ikki katakcha o'tirsida bu rasmni, logo rasmini biz bunda o'zaro yetkazib bo'ldi. Mesela men so'rab, moyoq keldim. Yani bu so'rab joyiga keldim. Demak, mush ikki o'rinda mushta yetkazib ishlatishga bo'ldi. Buning asli kodini qaraydigan bo'lsak, buningdimi shu allow drop funksiyasi, amma drag funksiyasi orqali bu yerda bu ikki div1 deganimiz, amma birinchi katakcha bo'lsa, div2 deganimiz ikkinchi katakcha rasm. Bu yerda aniqlik berilgan mush orqali bu div1 bilan div2 o'tirsida o'zaro almashtirib so'rab yetkazishga bo'lganligiga aniqlik berilgan.